Aziz kuzatuvchilar, bugungi patsiyentimiz erkak kishi 1969-yil tug'ilgan, chap oyog'ida 4-bosqichli varikoz kasalligi bilan bizga murojaat qilib keldilar. O'ng oyoqda 2-3 bosqichli varikoz bilan murojaat qilib keldilar. Biz hozir mana lazerli operatsiyamizni boshlayapmiz. Jarayon ketyapti. Hozir hamma narsa operatsiya jarayoni albatta UZI kontroli ostida bajariladi. Hech qanaqa og'riqsiz bajardik operatsiyani. Lazerli operatsiyamiz qanday yoqdimi aka? Yaxshi o'tdi. Og'rimadimi sizga? Yo'q, hech narsa og'rimagan. Hammasi jotga. Sizga bo'lmasa bemalol ruxsat beraman uyga. Ertaga bir kelib ketasiz, bo'ldi. Bergan tavsiyalarni bajarasiz. Aziz kuzatuvchilar, biz qilayotgan lazerli operatsiyalarimizni sizlarga ko'rsatib boramiz. Bizni kuzatib boringlar. Biz natijalarimizni sizlar bilan bo'lishib boramiz.